Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Ya'ni klient uyiga topshirib ketilyapti. Mana klient uyi bu. Ishlarimizni to'liq ma'lumot berib va to'liq ko'rsatib o'tib ketamiz azizlar. Ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Razmerlarimiz 2,5 ga 3 katta razmer. Komplekt holatda bo'lgan. Mana skameykalari ham so'riga mos bo'lib, ya'ni komplekt siner holatda tayyor bo'lgan. Montaxtalarimiz ham mana 125 ga 155 ga tayyor bo'lgan. Ya'ni o'ziniki. O'sha 85 dan hisob olinganda, yostiq qo'yish, boshqa hammasini qo'yilgan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ranglari ham mana firmaniki bo'lgan. Ranglari ham o'sha mebel svetdan bo'lgan. Hozir biz Andijonda Paxtabod degan yerda turibmiz ekan, Paxtabod. Ishlarimizni topshirib ketyapmiz. Akamiz Rossiyada turibdi, akasi buyurishgan. Mana ishlarimizni Xudo xolasa bitta egalariga topshirib, xursandchilik bilan sekin topshirib ketilyapti. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqishlaring mumkin. Savollar bo'lsa o'sha kommentariyada yozaverasizlar. Shunaqangi ajoyib so'rilar ma'qul kelgan bo'lsa, chiroylab tayyorlab beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Doimiy xizmatdamiz. Hammasi uchun kattakon rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha.